Men tayyorman, ketdikmi? Ha? Qayoqqa? Ha, keliniz. Oyisini sog'inib, uyga borib keling. Ha? Kimdan so'rab? Mendan ruxsat so'ragan, oyi, bo'ldi. Bu uyda men aytganim bo'ladi. Nima meni, dadangni hurmati yo'qmi? To'g'ri, oyi. Bu uyda siz xo'jayinsiz, lekin xotinimga men o'zim xo'jayin. Voy xotinli to'la to'ksay. Uydagi ishlarni kim qiladi? Ana, kenayim bor-ku. Kenaying senga xizmatkor emas. Yo'q, kenayim menga xizmatkor emas. Kenayim sizga xizmatkor. To'g'riroq siz o'zingiz shunaqa qilib qo'ygansiz. Dadam bilan akamni-ku umuman gapirtirmaysiz. Voy, tarbiyasiz bola. Sen menga shu gaplarni gapiryapsanmi? Voy, mazam bo'layapti. Voy, yuragim. Voy. Oyjon choy ich. Bo'ldi, qoch. Oyi,